Chilonzor 11-kvartal. Al-Xorazmiy kurugni shundoq yonginasi. Chilonzor metroga peshkom 5 minutlik yo'l. 5 etajli domni 2-etajdan bir xona 2 xona qilingan avtorskiy dizaynda juda ham zo'r kvartiramizda sotuvimizga chiqyapti. Tashqi atmosferani bitta ko'ringlar. Shunday daraxtlari ko'p joylardan, mashina qo'yish uchun parkovkalar bor. Investitsiya uchun juda ham zo'r variant. Olib turib arendaga berib qo'yishlik xonadon. $500 ga arendaga berib qo'ysangiz bo'ladi. Xonadonimizni ko'rib o'ting, narx-navosi ma'qul kelsa telefon qilib barakasini qilsanglar bo'laradi. Kvartiramizga ham kirib oldik. Bu yog'imizda kvartiramizning mehmonxona qismi. Hurmatli yurtdoshlarimiz, ushbu kvartiramizda avtorskiy dizaynda remontdan chiqqan hamma mebel texnikalari, hamma narsa upakovka yangi, svejiy holatda turibdi. Xo'p, yosh oila olib, mazza qilib yashashlik xonadonimizni ko'rib turganingizdek, bu yog'imizda divanli zonalarimiz joylashgan. Buni bemalol spalni o'rinda foydalansanglar bo'ladi yoki mana shu yerda dam olib televizor tomosha qilsanglar bo'ladi. Bu yog'imizda televizorning zona, chiroyli mebellar, podsvetkalar, smart televizorlari bilan birgalikda. Chiroyli kartinkalar, mana bunaqa dekoratsiyalarimizni, handillarimizni qilib qo'yilgan. Ovqatlanish uchun stol, stul, posuda naborlarigacha qilib ketilgan. Xo'p, xonadonimizni 30 kvadrat metr hisoblanadi. Bu yog'imizga oshxona qismi qilib qo'yilgan. Kuxnyamizda hamma sharoitlari bor. Kuxonning mebel, gaz plitasi, vichkasi, bu yog'ida xolodilnik hamda yana shkoflari joylashgan. Akva romla tayyor holatda pod ключ xonadonimizni xarid qilib olasiz. Investitsiya bo'lsa arendaga berasiz, $500 daromad olib kelib turadi. Konditsionerlargacha qilib ketilgan. Oldingi oshxonasi hozir detskiy komnata bo'lgan. Xohlasanglar buni kattalar yotoqxonasi, endi polnoценный 2 kishilik spalni qilib qo'yilgan. Xohlasanglar buni oilangiz bilan, endi ayol eri bemalol yotib tursa bo'ladigan bitta xonada normalniy Toshkent sharoiti uchun zo'r kvartiramizni ko'rib turganingizdek hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Xo'p, xonadonimizni даже teplый pollargacha qilib ketganmiz. Bu yog'imizga kirib keluvchi glavniy eshigimizni yevro montajda qilingan, kirib keluvchi prixojniy mebellarimizni, tosh oynalarimizni, alohida sanuzellarimiz joylashgan. Bu yog'imizda vannaxona, stena полный kafel, yaxshi smesителlar turibdi, qo'luvchi rakvina, tosh oynalari, kir yuvish mashinalargacha qilib ketilgan. Mana shunaqa holatdagi tayyor xonadonimiz sotuvda. Hojatxonasi ham stena полный kafeldan chiqqan, shkaflari qilib qo'yilgan. Xo'p, xonadonimizning lokatsiyasini bilgan biladi. Chilonzor 11-kvartal Al-Xorazmiy kurugini o'zi, 4-dom. 5 etajkani 2-etaji. Full remontda. Основной bu investitsiya uchun zo'r variant. Olasiz, ijaraga berasiz, $500 daromad olib kelib turadi. Tayyor arendatori ham bor. Bemalol kelib, ko'rib, xarid qilib olsangiz bo'ladi. Shundoq arendatordan pulni olib uyingizga ketaverasiz. Sizga $500 daromad olib kelib turadigan kvartira arendasini ham qo'yib beramiz. Kvartiramiz ma'qul kelsa telefon qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Dokumenti hamma narsasi joyida. O'zim nomimda turibdi. O'zim notariusga borib, o'zim nomimda sizga chiqazib, o'tkazib beraman. Narxiga to'xtalsak, ushbu xonadonga $60,000 so'raymiz. Ozgina o'tib beradigan joyi bor. Xonadonimizga ma'qul kelsa telefon qilib barakasini qiling.